Erkaklarimizga ham oson emas, bola chaqa boqaman deb turmush tarzini ertalabdan kechgacha ko'chada o'tkazishadi va natijada o'zlariga e'tibor qaratmaydi. Hozirgi patsientimiz 25 yoshdalar, bular gipergidroz, ya'ni qo'ltiq osti terlashi muammosi bilan kelganlar. Ofisda ishlaydilar, har doim ochiq ranglar bilan ko'ylaklar kiyib, o'sha bilasizlar, klassik ko'ylaklarda ham podnoshkalarini tegi katta bo'lib terlab yurarkanlar. Aynan shu muammo bilan bugun murojaat qildilar. Shuning uchun erkaklarimiz o'zingizlarga, sog'lig'ingizga va turmush tarzinglarni sifatiga juda ham e'tiborli bo'linglar. Hozir sizga butul toksin muolajasini bajardik. Bu muolaja bilasiz 4 oydan 6 oygacha sizda umuman terlamasdan sizni o'sha muammolaringizni batamom yechib hal qilib beradi. Agar sizni ham gipergidroz muolajasi bezovta qilayotgan bo'lsa, direktdan yozing, albatta sizga yordam beramiz.